So'nggi paytlarda do'kon rastalarida energetik ichimliklar tobora ko'payib bormoqda. Bugungi rolikda ularning inson organizmiga qanchalik foyda yoki zarar ekanligi haqida bilib olasiz. Energetik ichimliklar tarkibida quvvat beruvchi qo'shimchalar bo'lganligi uchun shunday nomlanadi. Ilk g'ayrat bag'ishlovchi bunday ichimlik Red Bull deb nomlangan. U 1987-yilda Avstriyada sotuvda paydo bo'lgan edi. 90-yillarning oxiriga kelib esa Yevropaning barcha mamlakatlari va AQShda erkin sotuvga kiradi. Bugungi kunga kelib esa istalgan do'kondan bunday ichimliklarni xarid qilish mumkin. Quvvatbaxsh ichimliklarning bu darajada ommalashib ketishiga bir yoqdan reklama sabab bo'lsa, buning yana bir boisi narxining hamyonbopligidir. Energetik ichimliklar asosan ikkita sportchilar uchun maxsus va tetiklashtiruvchi turlarga bo'linadi. Maxsus ichimliklar tarkibida organizm yoqilg'isi vazifasini o'tovchi uglevodlar bor. Uglevodlar ham oddiy qonga tushishi bilan so'rilib ketadigan va quvvat bag'ishlaydigan va uzoq muddatli sekin singib, uzoq vaqt mobaynida ta'sirini yo'qotmaydigan turlarga bo'linadi. Sportchilarga mo'ljallangan ichimliklar vitamin va minerallar, aminokislotalar, tetiklashtiruvchi moddalardan tarkib topgan bo'lib, intensiv mashg'ulotlardan so'ng sportchilar quvvatini tez muddatda qayta tiklaydi. Tetiklashtiruvchi, ya'ni tonusni yaxshilovchi ichimliklar esa mutlaqo boshqa vazifani o'taydi. Ishlab chiqaruvchilarning ta'kidlashicha, ular avtomobildagi uzoq muddatli sayohatlar, imtihonlar hamda e'tibor va tetiklik talab etuvchi boshqa holatlarda qo'llaniladi. Biroq bu tetiklik sun'iy bo'lib, u uglevodlar emas, balki kofein va nerv tizimini qo'zg'atuvchi boshqa moddalar asosida ishlaydi. Ular organizmni energiya bilan ta'minlamaydi, balki mavjud energiya zaxirasini ko'proq ishlashga majbur qiladi. Ularning tarkibida odatda quyidagi moddalar bo'ladi. Kofein. Kofeinning miqdori oshishi oqibatida qon bosimi ko'tariladi, yurak urishi tezlashadi. U o't haydovchi xususiyatga ega bo'lganligi uchun suvsizlanish yuzaga kelishi ehtimoli bor. Guarana, tropik o'simlik. Moddalar almashinuvini yaxshilaydi, tetiklashtirib, aqliy qobiliyatni, ishchanlikni oshiradi. Jismoniy mashg'ulotlardan so'ng mushaklardagi og'riqlarni kamaytiradi. L-karnitin ochlik hissini kamaytiradi, yurak faoliyatini yaxshilaydi. Moddalar almashinuvini tezlashtiradi. Aytish kerakki, bu moddalar kam miqdorda bo'lsagina foydali hisoblanadi. Aks holda noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu ichimliklar gazli bo'lganligi uchun undagi moddalar organizmga oson so'riladi. Energetik ichimliklar 3-4 soatgacha ta'sir qiladi. Energetik ichimliklar zarar yetkazmasligi uchun quyidagi qoidalarga amal qiling. Birinchi, maksimal me'yor kuniga 2 banka. Miqdorning oshib ketishi arterial qon bosimi hamda qonda qand miqdorining ortishi, taxikardiya, psixomotor qo'zg'alishlar, asabiylashish, ruhiy tushkunlikka sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi, energetik ichimliklarni spirtli ichimliklar bilan zinhor qo'shish mumkin emas. Kofein qon bosimini oshirsa, alkogol esa uni ta'sirini kuchaytirib yuboradi. Natijada qon bosimi oshib, gipertonik krizis kelib chiqishi ehtimoldan xoli emas. Uchinchi, yurak-qon tomir kasalliklari, gipertoniya, gipotoniya bilan og'rigan bemorlar, 12 yoshgacha bo'lgan bolalar va homiladorlarga bunday ichimliklar taqiqlanadi. Ular shuningdek diabet, glaukoma, uyqu buzilishi, kofeinga yuqori sezuvchanlikda ham tavsiya etilmaydi. O'smirlar va qariyalar bunday ichimliklarni iste'mol qilmaganlari ma'qul. Trenajyor zallarda shug'ullanuvchilar kofeinning o't haydovchi xususiyatini yodda tutishlari darkor. Jismoniy mashg'ulotlardan so'ng bu ichimliklarni ichish yaramaydi. Chunki faol harakatda organizm shusiz ham ko'p suyuqlik yo'qotgan bo'ladi.